birinchi va dastlabki darslarimizda ozmuncha zerikarli holatlar bo'lgan. To'g'rimi? Sababi biz bilgan narsamiz yo'q. Endi sekin o'shani ichiga kirib boryapmiz. Qaysi bir ma'noda o'zimizdan qiziqyapmizmi? O'sha tajribaga, o'sha hayotdagi, tabiatdagi barcha tajribalarga qiziqyapmiz, so'zlar. Ana endi tarafdan kasbiy rivojlanish sohaga o'tishga maqsad nima? Nimaga qaratilgan? Ana shunda o'zlaringiz mana o'tilgan darslarda qo'llayapsizlar, nima qo'llayapsizlar? Mana hammasi saqlanish kerak. Bu yerda endi o'quvchilarni ko'proq ishlashga harakat qilyapmiz. Konspekt malikimda chiqarib oldik mana. Chunki hamma slaydlarga tashlab beraman-da. Biz yozganni yozyapmiz, yozmaganni chiqarib olyapmiz. Mana tahlil. Yanlardan beri 3 ta tahlilimiz bor. Yanlardan beri 3 ta tahlil qilish. Xolid ustoz kim? Men. Sizdan o'tirib. Metod, o'zimiz metodda qanaqa qilganmiz? Yo'qlama. Ana. Yo'qlama. Bugun nima? Boya qo'l qo'ydik-ku, martaba. Hammada bor, Daftarimiz ham bor, keyin daftarim tutganmiz konspekt. Sababi mana shu mas'uliyatni Bugun testlar tahlillarimiz bor. O'zim tabiiy fandan kiraman. Mana shu daftarlarimiz birga o'qiymiz. Hamma narsamiz. faqatgina hozir jadvaliy Birinchi mavzuimiz bitta e'tiroz bo'ladi.